Mava o'xshab, metandan yanğanlar. Kelaverasizlar, propanni bugunni ochdim. Do'stlar, bugun yangi bozor tashkil etaman madaniyatda Islombek bir yangilik qilgan ekan. Nima ishlarni boshlading yana? Savay. Endi xudo xohlasa yangi bozor avtomatda havasgar qurib prova berib turibmiz. Endi yana bir harakat etdik. Propan zapravka yodlaringiz bo'lsa, ko'p vaqt bo'ldi bu yerda ishlamay qo'ydi. Shu propan zapravkani olib, endi xudo xohlasa ishlatdik. Bugundan Rossiyadan bir gaz keldik. Xudo xohlasa kilometrlarni garantiya deb turibdi. Yana is chiqmaydi propanda. Ko'pchilik mashinalarimiz propan mashinalar is chiqib yotadi. Bunda garantiya is chiqmaydi. Issiz sifatli propan oldirdi. Xudo xohlasa shu yerda ishga tushirdik. Endi xudo xohlasa bizning profilimizda quri avtoshkollarda o'tgan bolalarda emas, endi propanlarning ham ma'lumotlari ketib turadi. Xudo xohlasa propandan bir yo'lga qo'ydik. Bir qo'shimcha daromad hisobida qo'shdik. Mana xudo xohlasa Ko'pchilik biladi, bu yerda tashxisda avvaldan beri ishlamayotgan propanimiz bor edi. Qaytadan rekonstruksiya, ba'zi remont ishlari ketib turibdi. Уже ishga tushdi aqib yana. Xudo xohlasa ertandan xudo xohlasa zapravka turadi. Hozir mana mashinamiz keldi, ichkarida zapravka turibdi. Siz bilan bir qator ko'rishtiramiz shularni. Yo'l ustunda bo'ladi, Urganch Gullan yo'lni bo'yinda. Agar sizlar Bag'alandan keladigan, nedan Gullandan keladigan bo'lsangiz chapga kirasizlar. Agar Urganchdan keladigan bo'lsangiz o'ngga kirasizlar. Yo'lni ustunda tashqi uyga yaqin yerda joylashgan tashxisni hamma biladi. Bilmaganlar uchun esli uchun aytib o'tyapmiz. Bemalol kelib, agar dim tushunmasangiz telefon nomerini video ostida qoldiramiz. Telefonlashib kelsangizlar ham bo'ladi. Yo'lda ustundagina. Xudo xohlasa propandan yana bahasi bo'yicha bahasini ham ofisiyada yozib qoldiramiz. Eng arzon bahada qo'yib beramiz. Yana kilometr. Agar qandaydir kilometr bermasa, bemalol bizga murojaat etaveringlar. Pullarni 100% qaytib beramiz. Agar kilometr bermay qolganda. Ham ko'pchilik taniydi, avval bu yerda Rustam ham degan ishlatgan ekan. Shunga yana o'zini qo'ydik. O'zi ish boshqaruvchi bo'ladi. Ko'p odam taniydi. Xudo xohlasa ishonchli odam. Kilometrlarni isini garantiya. Kelaverasizlar. Kimga shunday sifatli propan kerak bo'lsa, biz bilan murojaat etinglar. Kim propanda yurgan bo'lsa, shu odamlar shu videoni tashlab qo'yinglar. Uzoqqa borib yurmaydi, shu yerdan sap ketaveradi zapravka etib. Buni Rustam ham. Hurmatli eldoshlar, mana O'riston Rossiyadan gazni olib qaytdi. 10 kun deganda keldi, bugun olib qaytib tushirdik. Xudo xolasa ishlarni boshlaymiz. Mana Ulug'bek bilan hamkorlikda Ulug'bek o'zi shu yerda yordam berib net turaman deydi. Hammangizga shu yaxshi kunlarga, yaxshi nelarga, haydaganda mashinalarga yaxshi yuradigan gazlardan olib qaytib turamiz. Haydayverasizlar. Kelaverasa o'rtoqlar gazga. 1-2 kunga ishni boshlaveramiz. Gnopimizda mana aholiga gaz to'ldirib, ballonlarni to'ldirib beraveramiz. Kelaverasizlar. Kechasi kunduz 24 soat ishlaymiz. Propan nedan kelib turibdi? Bu propan Rossiyaning Chelyabinsk viloyat Troitsk shahrida olib keldik. 2200 kilometr. Ajoyib gaz. Kilometr beradi, kapolat. Sifatlar? Sifat ham zo'r. Men 2 yil oldu O'zbekistonga shu yerda gaz tashiymiz. Nechalar keldingiz hozir? Hozir 20 tonna olib keldik. Aziz birodarlar, kelaverasizlar yana kilometr beradi, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Kelaverasizlar. Marhamat, kelaveringlar yana zapravka.